xohlaganda ish bo'ldi. Hamma nima bo'lgan voqeani aytib beradi. Prosta biza yaxshiligimizni xalqqa ko'rsatib. Umid akamga arzimagan sovg'alarimiz bor. Umid akam ham garantin talonimiz. Mabodo biza qilgan ishlarga 5 yil mobaynida nimadir bo'ladigan bo'lsa, orqasiga nomerlarimiz bor. Men buni eslab yurishingiz uchun soat. Rahmat. Xudo ilib qo'yasiz. Men bu ichiga daftarlarim bor, ruchkalarim bor, foydalanaverasiz akajon. Rahmat, Mirzo bo'lsin. Ichiga solib qo'yamiz. Umid aka endi yurakdan bizlar ustalar haqida, bizning obunachilarga qisqacha gapirib o'tasiz. Shu ustaga ishimiz tushgandan beri, tushish kerak bo'lgandan beri shu sizlarni 1 yil desam yolg'on bo'lmaydi, kuzatib yurardim. Bitta akani anaqalarini ko'rib qoldim. Shu bolalarni, shu jamoani bolalar robotga o'xshab ishlaydi. Bolalar robotda ishlashadi. Rahmat aka, rahmat. Dedi, qanaqadir qiziq bo'lib qoldi-da. Qanaqa bo'larkan robotga o'xshab ishlaydigan variant ekanda. Keyin rosa kuzatdim-da, keyin yana kuzatib turganda keyin o'zingizga telefon qildim. Ikkilarni Endi baribir uyingiz o'zingizni uncha-muncha usta ishlatgingiz kelmaydi, chunki ustalardan kuyganlarimiz qancha. Oho. Qo'yaverasiz. Qo'ldan kelgancha. Ya Alloh rozi bo'lsin, bolalar umr uzoq bo'lsin, sizni ham ishlaringizga rivoj bersin, lekin gap bo'lishi mumkin emas, ishlari tekis. Rahmat. Uy qilaman, joy qilaman deydigan aka-ukalarimizga hammalariga tavsiya qilamiz. Ishinglarga rivoj bersin. Mana undan keyin o'sha ishinglar yoqqandan keyin men anaqasini hovliga ham bu tosh terdirdik. Gap bo'lishi mumkin emas, ishinglarga rivoj bersin. O'zingizga shukr, biz obunachilarga ozroq bo'lsa o'z fikringizni aytib o'tgani uchun. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha nomerlarimizni qoldiraman. Mana Umid akamning ham o'zining fikrlarini eshitib o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat Umid aka, sizga ham sog' bo'ling. To'ylar qiling, xudo xohlasa. Yaxshi xizmatlar bilan.